Assalomu alaykum. Uzumchilikka qiziqadigan, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib kelayotgan vatandoshlarimiz, ya'ni O'zbekiston ahli. Bugun 2026-yil 12-may sanasi o'zimizning bog'imizdan video syomka qilyapmiz. Bugungi videomizni chiqarishimizdan maqsad erta bahordan, masalan, aprel oylarining oxirlarida ko'kka gulaganmiz. O'sha ko'kka payvand qilgan uzumlarimizga qanday ishlovlar bersak to'g'ri bo'ladi va qanday ishlovlar berishimiz kerak va shart, shular haqida gaplashamiz. Mana bu yil payvand qilgan uzumlarimiz, shu yil payvand qilganmiz uzumlarimiz mana bu yerda payvand qilingan. Mana Rembo uzum ulaganmiz. Natijasi juda ham zo'r, juda ham zo'r. Remboning uzumi ham o'sishi juda ham yaxshi bo'lar ekan. Boshda juda ham sust bo'ladi o'sishi. Sekin harakat qilar ekan, so'ng bir o'ziga kelgandan keyin juda ham zo'r rivojlanar ekan. Juda zo'r bo'lishiga sabab mana ko'rib turibsiz, hammasi shu yil payvand qilingan. Mana ko'p bo'lsa bir 14 kun yoki 15 kun bo'lgandir payvand qilganimizga. Mana ko'ryapsizlar. Payvand qilgan novdalarni masalan mana shunga 6 ta ulaganmiz. Mana shu uzumga 6 ta ulagan bo'lsak, faqat payvand qilgan uzum novdalarimizni, mana shu novdalarimizni qo'yib, qolgan olib tashladik. Shunda yaxshi natijaga erishar ekanmiz. Hamda mana bu hozir olmay qo'yganim, men faqat 3 kundan o'taman. Ko'p odam haftadan ham o'tmaydi payvand qilgandan keyin mana shunaqa bechkasini olib turishimiz kerak. Buni sizlarga ko'rsatish uchun olmaganman. Lekin bunaqa qilib o'stirib qo'ymayman. Mana shu mazza chiqqandek olib tashlayman. Mana bachkalarni olib turishimiz kerak. Mana bu o'zining eski bachkasini olishimiz kerak payvand qilgandan keyin. Bundan chiqadi. Shunda mana bu yaxshi rivojlanadi. Mana bu yaprog'ini chimchiq cho'kkan shekilli shikashyapti. Olib tashlaymiz. Hamda mana shu tutgandan keyin mana bunaqa, mana shu yerda ulangan, ko'rib turibsiz. Mana bunaqa bachkasini olsak, tutgan novdamizni ham bachkasini olishimiz kerak. Shunda shoxalamasdan to'g'ri ravon o'sadi. Mana shunga qirqib olib tashlaymiz. Shoxalab yotmaydi. Mana bu yerda 2-3 shoxa bo'lib chiqqan, mana olib tashlaganman mana bu yerda. Ularni ham shunaqa qilib olib chiqqanman. Bitta novda to'g'ri o'sadi. Mana yip ham boylab qo'yganman torttirib. Mana shunaqa yuqoriga temirdan. Chunki mana buni shamol sindirmasligi uchun qarshi bog'lab boraman o'sgancha to'g'ri shakllanadi. Ham shamol sindirmaydi. Mehnatingiz zoya bo'lmaydi. Mana bu yerda bittasi olmay qo'yganman. Mana shunaqa bo'lib shoxalab ketgan mana. Mana bu yerda ulanganmiz. Ulagandan keyin mana bu yerdan shoxalagan. Mana shuning olib tashlashimiz kerak ekan. Sizlarga ko'rsatish uchun olmay qo'ygandim. Mana buni ham olamiz. Bitta shoxa qo'yishimiz kerak. 2 ta 3 ta qo'ysangiz nima deydi, bir 2-3 ta kuch yetira olmaydi. Undan keyin bittasini qo'ysangiz mana buni ham olib tashlaymiz. Shunday qilamiz. Bo'sh bo'ladi bu, olib tashlaymiz. Mana bittasini qo'ysangiz sifatli va to'g'ri shakllangan novda bo'ladi. Keyingi yil sifatli hosil beradigan novda yetishadi. Hozir mana shuni 2-3 sanab qoldirganimizda mana bu novda nozikroq bo'lardi, ham bo'yi unchalik o'sib, yaxshi pishmay qoladi narxda. Bitta o'zini qo'ysangiz yaxshi yetishadi. Nega deganda bunda o'zi yetarlicha novda bor. 6 ta novda qo'yganman, 6 ta ham tutgan. Shuning uchun ko'p shoxalatmaymiz. 6 ta shoxa yetarli. Uning ham mana bu 2 tasini, masalan mana bu 2 tasini, bu yoqqa qarab o'sgan 2 tasini kuzak qirq tashlayman, faqat kelgusi qalamchi uchun qoldirganman, tutgan uchun ko'zim qiymay olib tashlashga. Mana faqat to'g'ri shakl, to'g'ri yo'nalishdagi novdalarni qo'yaman, 4 tasini qo'yaman. Mana ham to'g'ri qo'ysa bo'ladi. Mana men olib tashlayman kuzak, faqat qalamchi uchun qo'yibman. Bitta uzumga o'zi 4 ta novda qo'ysak bo'ladi. 3-yil uzum gulaganmiz.
Mana buni ham olmay ko'pman sizlarga ko'rsatish uchun. Mana qaranglar. Mana Rainbow'ning uzumining orqasi xuddi krov bo'lgandek bo'lgan yaprog'i. Shundan biz tayyorlagan Rainbow'ning. Mana ularga uzumimizni ko'rib turibsiz. Mana shu tibga ulaganman. Mana shunaqa bachkalarni olib turishimiz kerak. Ko'p odam uzum payvand qildiradi, shuncha pul chiqadi. Masalan, buni pulga payvand qildirib turarlar-da, lekin mana shu bachkalarni olmaydilar. Buni olib turishimiz kerak. Ilojisi 3 kunda aylanishimiz kerak. O'zim 3 kunda aylanaman. Ko'p odam haftadan ham aylanib ko'rmaydi. 3 kunda aylanib shuni parvarish qilib tursak, yaxshi shakllanadi. Buni payvand qilgan bilan o'zini bu tutib ketib, o'zi yaxshi hosil berib ketavermaydi. Iloji boricha 3 kundan aylanib, mana shunda umuman bachka chiqargan yerlarni chiqarmasligimiz kerak. Men sizlarga ko'rsatish uchun olmay qo'ygandim buni. Mana bu yerlar mana. Mana shularni olib tashlashimiz kerak. Shunda mana bu to'g'ri shakllanadi. Ham payvand qilgan uzumlarimizning faqat novdalari qolishi kerak. Shu payvand qilgan novdalar, qolgan bergan novdalarni olib tashlashimiz kerak. O'shanda juda ham yaxshi natijaga erishamiz. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.